Yo'lda bo'ydan joy ekanlarga bugungi videomiz qaymoqda yoqib tushsa kerak. Sababi quruq yerda bahosida sizga uy joylari hamma yo'g'i bilan, sizga parnilari bilan joy topib qo'yganmiz. Qayerda ekan bu joy deganlarga Andijonda iz bosganida Poytuvda Ajr savdo marketi bor. Ya'ni Umbaza, hamma biladigan Umbazani to'g'risida 8 sotiyda. 4 xona yangi pishig'ishda solingan. Oldi ayvoni ham 4 xona bilan teng. Undan tashqari pastki qavatda podvallari. Orqada qo'y, mol, tovuq, xullas nima boqaman desangiz naveslar. Undan tashqari, men juda ham fermerchilikka qiziqaman deganlarga ichkarida 2 sotikka yaqin parnilarigacha bor do'stlar. Svet bor, suv bor, kanalizatsiya bor. Undan tashqari eshik tagida gaz o'tgan. Uni kelishtirib ulasa bo'ladigan holatda. Menga kelgan ideyalardan biri shu yerda hozir oziq-ovqat do'konlari juda ham rivojlanyapti. Shu yerga sosa bo'ladi yoki umumiy avtoservis qilib, umuman uyni buzib yorib turib yangitdan ta'mirlash kerak. Qarang, uzoqroqlardan ham yo'lda bo'yini 7000 dan qo'ydik. Bugun 7000 hisoblaganimizda ham 56000 bo'ladi. Uylarini nech pulga bo'lar ekan, baland top ketmaydimi deganlarga atiga 58 ming dollarga umumiy baholaganmiz do'stlar. Sizga bu uy joylari bonusga o'tib ketadi. Albatta kelib, xonadon egasini o'zim nomerini qoldiraman, aloqaga chiqib bir yaxshilab bizneslaringizni o'ylab ko'ring. Aynan siz uchun juda ham mos keladi. Quruq yerda bahosida joy istayotganlarga maksimal jo'natib qo'yamiz. Lokatsiyani Telegram kanalimizdan olib olishingiz mumkin.